Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz Pythonda tarmoqlanish operatorlari, ya'ni shart operatorlari haqida bo'ladi. Bugungi mavzumiz rejasi quyidagilardan tashkil topgan. Demak, tarmoqlanish operatorlari haqida tushuncha: if operatori, if else operatori, if elif else operatori haqida, ichma-ich joylashgan if operatorlari, mantiqiy operatorlar bilan shart tuzish, shart operatorlari, taqqoslash operatorlari, qisqa yozuv ternar operatori orqali shart tekshirish operatorlarini ishlatish, match case operatorlari va amaliy misollar mustaqil ishlash uchun mashqlar havola etiladi. Demak, tarmoqlanish jarayonlari haqida fikr yuritamiz. Tarmoqlanish haqida fikr yuritayotgan bo'lsak, demak, tarmoqlanish deganda, demak, ma'lum bir shart asosida dastur maqbul variant tanlashi bu tarmoqlanish jarayonini sodir qiladi. Ya'ni dasturlashda biror buyruq, biror shart evaziga tanlanishi bu tarmoqlanishni hosil qiladi. Python dasturlash tilida tarmoqlanuvchi jarayonlar quyidagilar orqali amalga oshiriladi. Ya'ni if else, if elif, else va match case funksiyalar yordamida, operatorlar yordamida, demak, tarmoqlanuvchi jarayonlar sodir qilinadi. Quyidagi dasturda biz ko'rib turibmizki, demak, dastur kodida yosh degan bitta o'zgaruvchi kirityapmiz. Agar yosh 18 dan katta yoki teng bo'lsa, demak, voyaga yetgansiz shart kiritilyapti. Demak, bizning shartimiz bo'yicha yoshni kiritganimizda, masalan 18 kiritganimizda, demak, siz voyaga yetgansiz degan mana bu yerda dastur natijasini ko'rish mumkin. Yana bitta misol ko'rayotgan bo'lsak, dasturlashda, demak, bizga bironta bir son berilgan bo'lsin, masalan 6 degan sonni kiritadigan bo'lsak, o'sha 6 degan sonni 2 ga bo'lganda qoldig'i 0 bo'lsa, demak, bu juft son. Aks holda tog' son degan dasturni ko'rish mumkin. Natijada ko'rish mumkinki, agar kiritilgan sonimiz juft son bo'lsa, demak, juft son, tog' son bo'lsa, tog' son chiqaradigan dastur kodini ekraningizda havola qilyapmiz. Ushbu jarayonda, demak, talabani baholashda ishlatiladigan jarayonlar keltirilgan. Aytaylik, talaba baho deb nomlanuvchi o'zgaruvchiga o'zlashtirilgan bo'lsin. Agar baho 90% dan yuqori bo'lsa, ya'ni yoki 90% ga teng bo'lsa, u holda talaba a'lo bahoga. Agar bahosi 70% va undan yuqori bo'layotgan bo'lsa, demak, yaxshi bahoga. 60% va undan yuqori bahoga harakat qilayotgan bo'lsa, demak, qoniqarli bahoda. 1 va undan yuqori ballar toki 60 ballgacha bo'lgan ballar, bular qoniqarsiz baho. Agar biz bilamizki, agar talabaga 0 ball qo'ysak, talaba shu imtihonga qatnashmadi yoki o'zlashtirmadi va qayta topshirishga qoladi degan fikrni keltirish mumkin. Mana biz hozir bahoda ko'rib turibdiki, 70 ball qo'yganimizda yaxshi baho, 48 ball qo'yganimizda qoniqarsiz, 0 ball qo'yganimizda esa talaba kelmadi yoki qatnashmadi degan xulosani keltirish mumkin. Mantiqiy operatorlar, demak, uchta mantiqiy operatorlar shart tekshirish operatorlarida ishlatiladi. Demak, bular and, or, not. And bu va, or bu yoki, not degani emas. And bu mantiq ko'paytirish va orqali amalga oshiriladi. Mantiqiy qo'shish yoki amal orqali amalga oshiriladi. Mantiqiy inkor amali emas buyruq orqali, operator orqali amalga oshirilar ekan. Demak, yuqorida ko'rib turibdiki, demak, yosh deb nomlanuvchi dasturda, demak, yosh degan o'zgaruvchiga 22 qiymatni o'zlashtiryapmiz va shu yosh degan qiymatimizni ikkita mantiqiy ko'p, ya'ni ikkita yoshni oralig'idagi yosh so'ralayotgan holatlarda mantiqiy ko'paytirish amalini ishlatib ushbu shartni tekshirish mumkin. Masalan, agar yosh 18 yoshdan katta va
30 yoshdan kichik bo'layotgan bo'lsa, ya'ni 18 bilan 30 oralig'idagi, ya'ni kesmadagi yosh bo'layotgan bo'lsa, u holda ushbu buyruqni demak ikkita yosh bo'lganligi qo'sh tengsizlik shaklda bo'ladi. Bularni faqat mantiq ko'paytirish orqali demak shartga kirib ketishi mumkin. Ushbu holatda demak 22 yosh, 18 va 30 oralig'idagi yosh bo'lganligi uchun yoshlar toifasiga kiradi va natijada ekranda ushbu oraliqdagi yoshlar toifasi tegishli ekanligi o'z aksini topadi. Demak, taqqoslash operatori. Taqqoslash operatori o'tgan darsda ham tushuntirgandik. Demak, teng emas, katta, kichik, katta yoki teng, kichik yoki teng. Demak, ushbu holatlarda demak ikkita tenglik belgisi bu tenglikka tekshiradi. Undov va tenglik belgisi bu teng emas. Agar ikkita o'ng tomon, chap tomonga teng emasligini rostlikka tekshirish kerak bo'lsa, demak teng emas amali ishlatiladi. Kattaga tekshirish katta belgisi, kichikka tekshirish kichik, katta yoki teng, kichik yoki teng amallari ham xuddi shunday tartibda ishlaydi. Undan tashqari catch mass match case operatori mavjud. Ushbu operator Pythonning 3.10dan yuqori variantlarida ishlatiladi. Ya'ni o'sha 3.10dan yuqori variantlarda qo'llab-quvvatlanadi. Masalan, deylik, kunni raqamda kiritganimizda uni yozuvda chiqaruvchi dastur kodini ekraningizda ko'rib turibsizlar. Agar kun input, ya'ni kunni kiritamiz. Agar match tanlashda kun qaysi kunga to'g'ri kelsa, masalan 3 kiritsak, case 1, case 2, case 3. Case 3 demak chorshanba. 3 raqamini kirsak, demak 3 raqami bu chorshanba kunga to'g'ri keluvchi kun ekanligini ekranda ko'rsatadi. Agar biz biror bir boshqa raqamni kiritadigan bo'lsak, demak ushbu holatda noto'g'ri degan yozuv kelib chiqadi. Agar biror bir son berilgan bo'lsa, shu sonni tekshirish if operatori va elif operatorini ishlatgan holatda tekshirib ko'rayotgan bo'lsak, agar son 0 dan katta bo'lsa musbat, 0 dan kichik bo'lsa manfiy va 0 ga teng bo'lgan holatda, demak 0 ham manfiy emas, musbat ham emas, 0 ga teng degan javob chiqarish kerak. Ushbu holatlar uchun tekshirib ko'ramiz. Masalan, ushbu misolimizda 12 kiritganimizda musbat, -4 kiritganimizda manfiy, 0 kiritganimizda 0 degan javoblarni ekranga chiqaradigan dastur kodi ekanligini ko'rib turibmiz. Demak, talabalar sizlardan uyda topshiriq bo'ladi. Ushbu o'rgatgan shart operatorlariga oid bo'lgan misollarni uyda o'zlaringiz mustaqil ishlashlari uchun topshiriqlar berilgan. Ushbu topshiriqlarni ishlab, o'zlaringiz uchun mustaqil bilim ko'nikmaga ega bo'lasiz. Demak, bu yerda foydalanuvchi yoshi uni kiritsin, voyaga yetgan bo'lsa, voyaga yetgan, yetmagan bo'lsa, yetmaganligini aniqlaydigan dastur tuzish kerak. Agar son berilgan bo'lsa ham 3 ga ham 5 ga ham bo'linishini tekshiring deyapti. Bir vaqtda ham 3 ga ham 5 ga ham bo'linishini tekshirib ko'rish kerak. Oy raqami bo'yicha faslni aniqlang. Agar oy raqamlari berilayotgan bo'lsa, masalan 1-oy berilayotgan bo'lsa, 1-oy, bilamizki yanvar oyi qish fasliga to'g'ri keladi. Fevral oyi bo'lsa 2-oy, bu ham qish fasliga to'g'ri kelishini aniqlaydigan dastur kodini tuzishimiz kerak. Hafta kuni raqam bo'yicha kiritilganda kun nomini chiqaring. Demak, yuqorida keltirib o'tganimiz misolimiz xuddi shunga o'xshagan misol, faqatgina ixtiyoriy hafta kunini kiritganimizda emas, faqat 7 kunlik hafta kuni kiritganimizda hisoblab berardi. Endi yil boshidan beri hafta kuni kiritilgan bo'lsa, masalan, bugun 16-kun bo'lsa, yil boshidan boshlab, demak 1-kun dushanba kuni to'g'ri kelsa, demak 16-kun qaysi kun to'g'ri kelishini aniqlovchi dastur kodini kiritishingiz kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.